Haqi kvadratına qarab turib 65 ming so'mdan 10 santimetr bo'ladigan bo'lsa, bu agar 7 santimetr bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 7 santimetrlik bo'ladigan bo'lsa, u 45 mingdan. Bunday xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Xorazm viloyati bo'ylab polni qilib berasizlar, Qoraqalpog'iston. Polni. Boshqa viloyatlardan Toshkent farqi yo'q. Tushsa ketaveramiz. Kvadratlardan kelishib chiqaveramiz avval. Telefon nomerlari ekranda yozib qoldiradilar, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Noldan misol joylar bo'ladigan bo'lsa, noldan. Faqat ina misol og'aç tashaladi-ku. Keyin bunday reka tashaladigan bo'lsa, o'zi rekaning ustidan ham 10-15 santimetrga quyib qo'yaveramiz. Kvadratga qarab. Yechib, bo'lagi deyilsa kerak. Yo'q, bu narsalar kerak emas. To'g'risini quyib beramiz. Faqat keyini uyni egasi liba kilonka, liba falga bersa bo'ldi. Bu pagoda qaramaydi. Qishdan ham ishlaveramiz, temoroz qo'shiladi. Bir kunda kvadrat ketadi. Endi bizda asosan 3 ta tochkamiz ishlab turibdi. Kichkina brigadamiz bu yerda. Chunki qo'llikdan beradi. Shundan so'ng respublikamiz bo'ylab agar kimga shunday xizmat kerakadigan bo'lsa, aloqa chiqaveradilar, bemalol o'zlaringiz gaplashib, xizmat haqini ham faoliyatni ko'rsatib tanishtiraverasiz.